Assalomu alaykum. Mazani yaxshimi, charchamasdan assalomu. Kechagi O'zbekiston o'yinini ko'rganlar bormi? Bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Illaki bo'lsa esdan chiqib qolmasin. 34 yil deganda va nihoyat erishdi. Ana Hojiboyev gapi bor-ku. Hatta bittadan morojni yeb kelsa ham mayli dedi. Morojni emas, xursandchilik bilan 3 kilo. Endi xudo xolasa yana yilga emas, bundan keyingi yilga Amerikada bo'lib o'tadi. Qarabsizki, Real Madrid, Barcelona, Manchester City hammasi O'zbekistonga keladi endi. O'zbekiston bilan o'ynaydi. Va nihoyat kutilgan daqiqalar va kutilgan g'alabalarga yetib keldi. G'alaba muborak bo'lsin. O'zbek o'g'lonlari hammaniga assalomu alaykum.